Assalomu alaykum. Mo'saifa kuzatuvchilari. Qo'sa shahar Polmon mahallasidamiz yana. 5.600.000 mingga teraskamizni olib kelib o'rnatib berdik. Razmeri 1.85 ga 1.40, ikkinchisi 1.70 ga 1.40, hop 3 ta ko'z, o'sha 4 ta ko'z, bitta o'rtasi ochiladi. Ko'z ham bir xilda. Eshigimiz 1.17 ga 2.40 bo'lyapti. Tashqariga 10 ga balkon profildan qilib berganmiz. Lambrilar original. Har doimgidek grafit ruchka zamir, to'rttadan oshib yopilishlariga baho berasizlar. Qo'yfanishlari doimgidek plastik to'rttadan qulf. Bitta, ikkita, uchta, to'rtta. Shpingaletlari original shpingalet. Zoldirlari joyida. Ko'p. Padagonnilar doimgidek komfort padagonnik, taylari penalangan, o'kindilar original o'kindik, saydi intillari original, zatsef zoldirlari joyida. Bu profilimizni qulaylik tomoni zavodskiy rezinka qatimaydi. Bunisi ham xuddi shunaqa. Profilni o'zida chiqib ketmaydi, to'raymaydi, qatimaydi. Choklarni ko'rishinglar mumkin. Penalab 100%. Nima qilib berganmiz? Sig'ib bo'lgan. Bunisi ham xuddi shunday. Saydi intillari original, boshqa akpen boshqa. Zatsef zoldir. Akpen o'kinlik. Ko'rishinglar mumkin. Narxi 5.600.000 so'm bo'ldi. Olib kelib, buzib o'rnatib berishimiz xizmati bilan. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqishingiz mumkin. Dastavka, ustanovka besplatniy bizda. Yo'q, ko'rinish. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Like, podpiskani olinglar.